Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Hozir ishlarimiz davom etmoqda do'stlar. Kotellarni ishlab turibmiz mana. Bu kotelimiz 300 kvadratli kotel. Orqasida 4 tane kitob bo'ladi. Bunkerni 50 kilo sig'adi. Pastdan ham yuqoridan ham yonuvchi universal kotel bo'ladi bu. Bu kotelimizning listi 3lik listdan bo'ldi, xudo xolasa. Qolaversa, bundan tashqari navolarimiz ham ishlab turibmiz. Mana navo zakazlarimiz bo'ldi. Navomiz 6 metrlik navo bo'ldi. Konteynerning yuqori qalin yeridan bo'lgan, cho'nqurlik ham cho'nqur. Zakaz bo'yicha 6 metr deb yasadik. Hali bitmadi, kamchiliklari bor. Xudo xolasa do'stlar, shunday xizmatlarimiz qiziq bo'lsa, bemalol zakaz beraverasizlar. Adresimiz Qilchinoqdan do'stlar. Şimdi işler bulduğumuz mana zakaz bo'yicha xudo xolasa bu kotelimiz Pravdaga ketadi. Pravda mahallasine. Turbalarımızdan mening 1 sm qalinlik turbası. Kotelimiz zakaz bo'yicha bo'ldi. Eshiklarimiz ham tankovskiy eshiklardan bo'ldi. Bu kotelimiz list 4lik qalin 4lik listdan bo'ldi. Zaklopkalar ham qo'yilgan 15 santimetrdan. Mana do'stlar, komplektida shu ventilator havo haydab beradigan termostat, shuni boshqaradigan, shuni issiqligini biladigan termometrlarimiz bo'ladi do'stlar. Karitalar, kotellar, navolar kimga kerak bo'lsa aytaverasizlar, qo'ldan kelgancha zakaz bo'yicha yasab beraveramiz, xudo xolasa. Do'stlar, sog' bo'lasizlar, kuzatishda davom etasizlar.